Assalomu alaykum akalar, hurmatli tarjimachlarimiz. Qo'qonga kech bo'lishiga qaramasdan, Matstroydan vizit bo'ldi. Nexia 3 mashina qo'plab qo'ygan ekan, o'zimizga yaqin akaxonning mashinalari. Endi sovuq tushganga yaqin mashina bo'laveradi, yakundlantirish ko'rsatadi. Senter zamonlash ko'rsatib qoladi. Hozir o'sha Nexia 3 Toshkentga ketyapmiz. O'tish jarayonlarini video davomiga qo'yib yuboramiz akalar. Mana akalar Matstroyga kelib qoldik, aytilgan joyiga. Xohlasam hozir ochib beramiz. Kuzatib boringlar. Davomida hozir ikki telefon qilagan. Sovuqda qolmay uyga kirib turaveringlar, telefon qilib aytib qo'ydim. Tushlar hozir davomini olamiz. Mana hozir ochib beraman. Men bir marta o'tirib qolsa o'rganib qoladi. Nima men bir yo'lman emas, shuni qilib qo'yay. Ha, sevgan qo'yinglar, u men qo'ymayman. Ne var abi? Madem geliyor. Xudo xolasa. Akinadan o'tirib qo'yish kerak. Bo'ldi, qo'y. O'tiribdi. Javob ber. Olib beraymi? Dedim hali. Ha, gel shakarlarni olib berdim. Qarang. Mana shuni ushlab tursiz. Takib berasiz hali. Shu nesiga o'ragansan-da? Mashina. Video yo'lyapti. Ha, olar aka. O'zim achishimga yo'lda yana bo'ladi deyshi. Yo'q. Ana premye chaqib berdik, mashinani xudo xolasa olib yurib o'saradi, zaryad olsa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonga ekrandan yozib qo'yamiz, iltimosdan vizitga chiqib olamiz. Ertalab soat 8 dan kech paytga 12 gacha telefon qilaverasizlar akalar.